Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allohga shukrlar, hamdlar bo'lsinki, yoz fasliga ham kirib keldik. Ayollarimiz butunlay yechinib ketdi. Hamma joyini ko'rsatib ketdi. Zinoga moyilligini, yigitlarning zinoga moyilligini oshirib yubordi. Chunki yigitlar ko'rsa, ko'rmasa qarashligi bilan shu insonga bo'lgan moyilligi oshadi. Chunki ichidagi hamma narsasi ko'rinib turibdi. G'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi degan maqol bekorga ishlatilmadi. G'unojin o'zi ochiq-sochiq kiyinib yuribdi. Hammasi emas, bunaqalar lekin to'lib yotibdi, toshib yotibdi. U g'unojin janivar uydagi insonlardan tarbiya olmagan. Ustini yopib yurishlik, kiyinib yurishlik, avratlarini yopib yurishlik degan narsani uydan olmagan. Uyda kimdir uni qaytarmagan. Shuning uchun u ba'zircha kiyinib yuribdi. Men ochiq yurgan, o'zini ochiq sochiq yurgan qizlarni g'unojinga o'xshatyapman. Nimaga g'unojinga o'xshaydi? Ular g'unojin. Ya'ni molning ayoli, molning qizi. Ular shunaqa. G'unojin degani o'zi shunaqa degani. Molning qizi yo molning ayoli degani. Shunaqa mol tabiat bo'lgandan keyin hamma tomon ochib yuradi. Erkaklarni zino qilishga majburlaydi. Endi shunaqa mol tabiati ham erkaklar bor. Zinoga o'ch. Zinoni juda avjida qiladigan erkaklar ham bor. Ular ham musulmon, ikkalasi ham musulmon. Bittasi g'unojin musulmon, bittasi buqa musulmon. Ularga aytadigan gapimiz shundan iboratki, bilib olaylik, agar biz haqiqatda La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan tavhid kalimasini keltirar ekanmiz, o'zimizni musulmon deb atar ekanmiz, bizga janoza o'qilsin der ekanmiz, albatta payg'ambarning gapini haq der ekanmiz, zinodan biz uzoq turishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda Astag'iz billah va la taqrabuz zina innahu kana fahsha va sa'a sabila dedi. Ya'ni yaratgan Robbimiz aytayaptiki, zinoga umuman yaqinlashma. Yaqiniga borma. U ishni qilma. Mutlaqo yaqinlashma. Sababi nima? Zinokor do'zaxga tushadi. Zinokor do'zaxda yonadi. Zinokor Alloh saqlasin, agar tavba qilmay o'tkazar ekan, abadiy do'zaxda qoladi. Abadiy. Zinoning yo'li juda ko'p. Har xil zinolar bor. Ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor, oyoq zinosi bor, nafas zinosi bor. To'lib yotibdi. Zinolar juda turi ko'p. Jinsiy zinolar bor. Juda turi ko'p, lekin hamma zino uchun albatta javob beradi. Men bitta narsani aytib o'taman. Ko'z zinosini o'zini haqida gapirib ketyapman hozir. Avrat zinosiniki umuman kechirilmaydi. Mutlaqo kechirilmaydi. Agar tavba qilmay dunyodan o'tar ekan, mutlaqo kechirilmaydi. Ko'z zinosini o'ziga ham hattoki dunyodan tavba qilmay o'tar ekan, hadis bor. O'sha ko'zi olib tashlanadi, ko'zini joyiga dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yonib turgan olov qo'yiladi dedilar. Ko'zini o'zi olib tashlanib, ko'zini ichida yiring qaynatiladi dedilar. Yiring. Ko'z zinosini o'ziga shunaqa bo'lib turibdi. Ya'ni ana g'unojinlar nima qilyapti? Shuncha insonlarni ko'z zinosi qilishga majbur qilyapti. O'sha g'unojin sifat ayollar. Molni qizi bo'lib qolgan ayollar. Mol sifat ayollar. Hattoki mol ham avratini dumi bilan to'sib yuradi bechara. U bechara odam-ku. Nahotki avratini to'sa olmaydi. Mol avratini dumi bilan to'sadi. Avratini ko'rsatmaydi mol. Undan tashqari hamma hayvonlarda Alloh taolo avratini to'sib qo'yibdi. Bu insonga aqli bor-ku. Insonning aqli bor-ku, Alloh taolo aql bilan berib qo'ygan. Lekin inson aqlini ishlatmasa nima bo'ladi? Ertaga borgandan keyin shuncha insonni ko'zini o'ziga qaratgan ayol qizlar, o'sha g'unojin sifat, mol sifat ayol qizlar Alloh saqlasin, do'zaxda yonadi. Shuncha insonni yigitlarni qaratgani uchun. Yigitlar ham bechara bo'ladi. Alloh saqlaganini saqlattirdi. O'ziga bog'liq. Endi o'ziga rivoyat o'qib olganlar ham bor. Endi bir qarasa mumkin ekan deydi, uyiga kuzatib qo'yadiganlar bor. Men bir qaradim, bo'ldi deydi. Bu o'ziga o'zi rivoyat o'qib olganlar. Bir qaradim, oxirgacha qaradim deydi. Bo'ldi. Alloh unga gunoh deb yozib qo'ydi.
kimingiz deb qarashingiz kerak. Bitta tanishim deb qarasangiz mumkin, lekin mumkin emas undan ortig'ini qarashlik. Kuzatib uygacha olib kirib qo'yganlar bor, g'unojinda. U buqada. G'unojin ko'zini suzyapti. Buqib qarash bilan ko'zi bilan uyga olib kirib qo'yapti-da uni. Endi hadisga qaytadigan bo'lsak, Alloh taolo yaqinlashma dedi. Mutlaqo yaqiniga borma dedi. Do'zaximga tushaman, yoqaman, yondiraman, kuydiraman dedi. Buni musulmonlarga aytayapti, hammaga emas. O'sha mu'minlar, musulmonlar eshitib olsin va o'sha zino qilib yurganlar eshittirsin. Agar haqiqatda men musulmonman desa, qalbida iymoni bo'lsa, haqiqatda Alloh deydigan bo'lsa, payg'ambariga ishonadigan bo'lsa, Robbisiga ishonadigan bo'lsa, eshitsin va amal qilsin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis keltiriladi. Imom Ahmad yaxshi isnodi bilan Abu Umomadan rivoyat qilinadi. Bir yigit payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, mening zino qilishimga ruxsat bering" dedi. Ya'ni mening zino qilishimga ruxsat berasizmi deb savol berdi. Buni eshitganlar sahobalar baqirib yuborishdi. Biz baqirib yuboryapmizmi? Zino qilib yuribdi. Bog'larda bemalol quchoqlashib zino qilib yuribdi. Yo'q-yo'g'ini ushlab yuribdi-yu. Qariya otaxonlarni ham bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rdalarda ham internetlarda ko'rib turibmiz. 60 ga kirib olgan, 70 ga kirib olgan yosh qizlarni tizzasiga o'tkazib olib, bilganini qilib yotibdi-yu. Xudodan qo'rqmaysizmi desa, endi deb qo'yadi. Biz ham bir yoshligimizni eslayapmiz deb. O'l, yoshligingni eslatma. O'l, kuningdan o'l. O'lsang, zino qilib, Xudoning oldiga borsang, shu bo'y kirib ketasan, kiradigan joyingga. 60 ga 70 ga kirib hali aqling kirmagan bo'lsa, undan u yog'iga nimang qoldi seni? Endi o'shalarga bir e'tibor beraylik biz. Ular nimalar qilyapti? Metroku tamom bo'lgan. Quchoqlashish markaziga aylanib qolgan. Bog'lar quchoqlashish markazi. Hech kim ularga qaramaydi, ahamiyat ham bermaydi. Oddiy holat bo'lib qoldi. Zino ko'zimiz oldida oddiy holatga aylanib qolyapti. Oddiy holat. Endi baland qavatli uyda turadigan, domda turadiganlar pastda kechasi bunday qarasangiz, sirk bo'layotgan bular pastda. Sirk. O'pishgan, qapishgan bir narsalar bo'lib yotibdi, Alloh saqlasin. Sahobalar baqirib yuborishdi. To'sishlik uchun. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytibdilar. Uni menga yaqin olib kelinglar dedilar. Payg'ambar alayhisolatu. O'sha menga zinoni ruxsatini bering degan yigitni. Menga zinoga ruxsat bering ya Rasululloh degan yigitni Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarga qarab to'xtattirib, uni menga yaqinroq olib keling dedilar. Shunda u yigit Payg'ambar alayhisolatu vasallam huzurlariga keldi, o'tirdi. Yaqinroq kelganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Onang uchun ham mana shu ishni yoqtirasanmi?" dedilar. Onang uchun ham zinoni sen yoqtirasanmi dedilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ya'ni sen ko'rib turibsan, onang birov bilan zino qilib yotibdi. Sen shuni yoqtirasanmi deyapti. Kim yoqtiradi zinoni? Onasi birov bilan zino qilib yotgan bo'lsa, ko'zi bilan ko'rib turgan bo'lsa, eshak ham bor tepib yoradi, onam bilan buni eshitib qilma deydi. Yigitku g'ururi baland bo'ladi musulmon yigitda. Qarang, zino qilayotgan yigit, zino qiluvchi o'sha buqa qarashlik bilan yurgan o'sha buqalarimiz, zinokorlarimiz eshitib olsin, kim bilan zino qilayotganini. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytib turibdilar. Onang uchun ham shuni yoqtirasanmi deyaptilar. Onang uchun ham sen zinoni yoqtirasanmi? Onang ham bittasi bilan zino qilayotganini ko'rsang nima deysan deyaptilar. Boya yigit aytayapti. Ya Allohning rasuli, jonim sizga fido bo'lsin. Yo'q, aslo dedi. Yo'q, aslo yoqtirmayman dedi. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Agar qizing uchun bo'lsa-chi" dedilar. Shu ish, shu zino seni qizing bilan shunaqa narsa sodir bo'lsa-chi? Seni qizing zino qilayotganini ko'rib qolsang-chi? Qizingni zinokorligini bilib qolsang-chi? Senga o'sha kimdir zino qilishni xohlab qizing bilan zino qilayotgan bo'lsa-chi? Shunda ham sen yoqtirasanmi dedilar. Shunda boyagi yigit aytdilarki: "Ya Allohning rasuli, yo'q, aslo yoqtirmayman." "Ya Allohning rasuli" dedi. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Insonlarning barchasi shundaydir. Bunday jirkan ishni onalari uchun ham, qizlari uchun ham ravo ko'rmaydi" deyaptilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Shunda boyagi yigitga Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana aytadilar: "Shunday yomon ishni sening uchun ham ravo ko'rasanmi?" dedilar. "Jonim sizga fido bo'lsin ya Allohning rasuli.
yo'q, aslo yoqtirmayman dedilar. Shunday suhbat ko'p davom etdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam opalarini aytdilar, ammalarini aytdilar, xolalarini aytdilar, eng yaqinlarini aytdilar. Shunday ish bilan, ya'ni zino bilan bo'lishini sen yoqtirasanmi? Shunday jirkanch ish bilan, shunday jirkanch ishni ustida bo'lishini, uni ko'rishini xohlaysanmi? Yoqtirasanmi deganda, boyagi yigit yo'q, aslo, ya Allohning rasuli, jonim sizga fido bo'lsin dedilar. Aslo yo'q deb turibdi. Aslo mumkin emas. Bu ishlarni umuman yoqtirmayman dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning ko'kraklariga muborak qo'llarini qo'ydilar-da, ya Alloh, buning qalbini pokla, gunohlarini mag'firat qil va avratini zinodan saqlagin deb duo qildilar. Shunda u yigit Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan zinodan ko'ra jirkanchliroq narsa yo'qligini anglab chiqib ketdi deyapti. Hammasini Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir boshdan tushuntirib berdilar-da, chunki zino qilmoqchi bo'lsang, onang ko'zingni oldiga kelsin dedilar. Birovni qizi bilan zino qilmoqchi bo'lsan, onang ko'zingni oldiga kelsin. Xuddi onang birov bilan zino qilayotganligi ko'zingni oldiga kelsin dedilar. Birov bilan zino qilmoqchi bo'lsan, opang ko'zingni oldiga kelsin, singling ko'zingni oldiga kelsin, o'zingning qizing ko'zingni oldiga kelsin. Shunda sen tushunib yetasan zino nima ekanligini. Endi manaman degan, agar ko'kragida iymoni bor, Xudodan qo'rqadigan, Alloh deydigan erkak bo'ladigan bo'lsa, bunaqa narsani aslo xohlamaydi. Kim xohlaydi o'zini qizini, singlisini, opasini, onasini zino qilib yurishligini, zinokor bo'lib yurishligini kim xohlaydi? Hech kim xohlamaydi. Hech kim xohlamaydi zinokor bo'lib yurishligini. Endi shunaqa bir xo'tiklar bor, xo'tikvachchalar bor. Endi unga farqi yo'q. U eshak bilan ham zino qilaveradi, mol bilan ham zino qilaveradi, odam bilan ham zino qilaveradi, boshqa hayvon bilan ham zino qilaveradi. Men eshak, xo'tik va hokazo deganimda zinokor ayollarni misol qilib aytdim. Unaqangi yigitlar o'zi shunaqa zinokor. Xudo urib ketgan uni. Uni tabiatida zinokorlikka, zinoga moyilligi bor. Asli tabiatan zinokor u. Na Xudoni biladi u, na payg'ambarni taniydi, hech narsani tanimaydi. Qulog'i yopiq, ko'zi yopiq, tili faqat zinoga aylanadi, qalbi iymoni yo'q, qorayib ketgan, zinoni ko'p qilgandan. Agar bunaqa hadislar eshitsa, hayron bo'lib qoladi, yana o'zini ishini davom etaveradi. Endi gapirib qo'yganda deydi. Chunki u shunaqa o'sganda u. Uni onasi zinokormi Xudo biladi, otasi zinokormi uni Alloh biladi. Yoki bo'lmasa hamma tomon ochiq sochiq yurgan ayolda o'g'limi u? Chunki onasini qizg'amaydi, onasini olib yuraveradi yonida. Onasini hamma joy ochiq. Onasiga biron marta aytmagan, "Ona, bunaqa kiyinmang. Men sizni oldingizda xijolatdan uyalaman sizni. Bunaqa kiyinishni" demagan. Onani qaytarmagan. Opani qaytarmagan, singilni qaytarmagan. O'zini ayolini ham qaytarmagan. Shunaqa dayis sifat erkaklarim bor-ku, xotinini reklamaga olib yuradigan. Dayis sifat ham demaymiz uni. Dayisdan ham o'tib ketgan u. Hattoki mollar, sherlar qizg'anadi, sher. Vahshiy sherlar xotinini qizg'anadi-ya. Urishadi. Boshqa sher, erkak sher kelsa, xotinini oldiga yaqinlashtirmaydi. Bu inson-ku. Bu inson-ku. Lekin inson bo'lganda ham musulmon inson. Mana shu joy bizga alam qiladi. Mana shu joyga biz uyalamiz. Mana shu joyga bizni Alloh saqlasin deymiz. Mana shu joyda biz ey Alloh deymiz. Mana shularga ham insof bersin deymiz. Ya Alloh, bularga insof tavfiq bersin deymiz. Kiyimni yarim yalang'och qilib yurganlarga ham ya Robbimiz deymiz. Mana shularga iymon bergin. Avrat nimaligini bilsin. Xudo seni tanisin, payg'ambaring tanisin. Shunday o'tib do'zaxingda yonmasin, chirimasin shular. O'zi shu dunyoni chirib yuribdi, sasib. Jirkanchib yuribdi deymiz. Shuning uchun Alloh taoladan so'raymizki, iymon bersin, din bersin, tavfiq bersin, rushdi hidoyat berib, qalbini ochsin. Allohning panohida bo'lsin. Inshaalloh bizlar ham ularni go'zalligini ko'raylik. Qanaqa go'zalligini? Iffat, hayo bilan yurganini ko'raylik. Muslima bizni singlimiz deb xursand bo'laylik. Muslima bizni opamiz deb xursand bo'laylik. Bu muslima bizni onamiz deb xursand bo'laylik. Ilohim shunaqa insonlardan bo'lsin. Allohumma solli va sallim va barik.